Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi benzinli 150 sm kublik Tiger skuterimiz yetib keldi. Dizaynga o'zlarining baho beriladi. Juda ajoyib, chiroyli dizaynda chiqqan. LED faralar, поворотлari ham LED. Oldi orqa tormozi jidkishlik. Hop, расходi 3 litr 100 kilometrga. Bu yangilangan tablolar. Tablolar uchovi ham elektronniy, speedometr. Mana bu yerda hop, akkumulyator zaryadini ko'rsatadi. Bu yerda benzinni bori bilan kilometrajni ko'rsatadi. Hop, mikrofonlari bor. Mana oldi orqa aytgandek tormozi jidkishlik. Zapaska pult kalitlari bilan komplekt ikkitadan. Hop, faralarni yoqamiz. Mana ajoyib chiroyli yonadi. Kechqurun mana shu boshqacha ko'rinadi. Qaranglar, hurmatli obunachilar. Hop, komplektida buni kaskasi ham bor. Ko'rsatamiz. Kaskasini butun katta kaskadan jog'i bor. Keyin yana komplektida telefon postavka bor, bakovoylar bor. Orqada faralari ham LED fara. Unga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa manzilimiz o'sha Sergeli Xonobodda joylashganmiz. Mana telefon zaryad qiladigan joylari ham bor. USB orqali. Mana benzinli skuterlarimiz bor, xilma-xil. Aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib berishga harakat qilamiz inshaalloh.